Mana obunachilarim orasida kelinlar yoki turmush qurish arafasida bo'lib turgan qizlar bormi? Vaqtingizni shunaqangi rejalashtiringki, 1 soat ichida mastava, salat, shirinlik hamda qovurma chuchvara tayyor bo'lsin. Bu savolim kelinlar uchun. 1 soat ichida necha xil taom, shirinlik, salat qilishga ulgurasiz? Men ham yosh kelinlar qatoriga kiraman va vaqtimni qanaqa qilib rejalashtirib 1 soat ichida 4 xil yegulik tayyorlashimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bugungi menyumizda qarsildoq baqlajon, qovurma chuchvara, mastava va shirinlik. Birinchi qiladigan ishim salatga tayyorgarlik bo'ldi. Baqlajonni postini artib, muzli suvga solib qo'ydim. Ikkinchi qiladigan ishim esa qovurma chuchvarani xamirini qilib qo'ydim. Undan keyin esa mastavani boshladim. Mastavani yaxshilab shirali qilib 100% qovurib, qaynoqini suv soldim. Bu vaqtda yutishga yordam beradi. Endi esa tezda tingan chuchvara xamirlarini ochib, orasiga nachinkasini solib, tugib qovurishni boshlayman. Chuchvara xamirini teng ikkiga bo'ldim, yarmini esa muzxonaga qo'yib qo'yaman. Qachon kerak bo'lsa, shunda yana pishirsam bo'ladi. Orada mastavani guruchini ham biroz qovurib, suv solib dimlab pishirib oldim. 40 minut yoki 50 minut davomida mastavamiz ham zo'r shirali bo'lib pishib chiqdi. Endi tezgina qarsildoq baqlajonlarni tayyorlashni boshlaymiz. Orada oldimga yana bitta qozon qo'yib, chuchvara qovurishni ham boshladim. Endi ovqatdan keyin yeyishga tezgina desert tayyorlab olamiz. Bu pankeklarni meni bolajonlarim juda ham yaxshi ko'rib yeyishadi. Juda oson, tez tayyor bo'ladi, hech qancha vaqtingizni ham olmaydi. Asosiysi yopishib qolmaydigan idishda pishirsangiz, ishingiz yana ham oson bitadi. Endi esa salatimizni chiroyli qilib dekor qilib olamiz. Agar siz men o'rnimda bo'lganingizda necha xil narsa pishirishga ulgurgan bo'lardingiz 1 soat ichida?